Diyorim to'r bekdi. Assalomu alaykum, hurmatli Diyorim to'r ishtirokchilari. Diyorim to'rbekda uyushtirilgan suhbat programmasiga qatnashganlarni qism qarshi olamiz. Diyorim to'rbekimiz qurilgan 5 yildan beri biz har soha zotlarni, olim, mutaxassis, adib, yozuvchi shoirlarimizni va davlat san'atkorlarimizni va har sohada natija qozongan tövfiklar yoshlarimizni taklif qilib, Diyorim to'rida suhbat uyushtirib kelyapmiz. Biz shu munosabat bilan Diyorim to'rini 5 yildan beri izchil qo'llayotgan barliq to'rdoshlarimizga, shunaqa barliq to'r ahliga qizg'in rahmatimizni bildiramiz. Bugungi suhbat programmamizga biz alayda aziz mehmon taklif qildik. Bugungi aziz mehmonimiz hammamizga tanish bo'lgan yozuvchimiz va ko'zga ko'ringan adabiy obzorchi Yalqin Ro'z afandim bo'ldi. Yalqin aka, bugun Diyorim to'ri orqali kan to'rdoshlar bilan suhbat bo'lganingizdan biz nayt qo'shal, nayt minnatdormiz. Barliq to'r ahliga, shunaqa barliq Uyg'ur to'r bekatlarida sizning asarlaringizni yoqtirib o'qiydigan va sizning qizg'in qo'llovchilaringizga vakolatan sizga chin yurakimizdan rahmatimizni bildiramiz. Uzun yıllardan beri sizin eserleriniz mayli matbuatlarda bo'lsin va boshqa gazet jurnallarda bo'lsin nayt qizg'in o'qilib kelyotdi va rasmlarni qo'zg'atdi. Yaqin yillardan beri Diyorim to'r bekatida shunaqla barliq Uyg'ur to'r bekatlarida siz yozgan bir turkum asarlar, masalan, o'sha qari ochiq xat yaqinda yozgan. Undan oldin e'lon qilgan bizga qanday qanday kerak? Ko'rashajak ochiq xat nomli bir yurish adabiy obzorlar kam edebiyat sohasida, jumladan yaqin zamonda shakllanayotgan to'r edebiyat sohasida, to'r muhitida nayt qizg'in basmlarni qo'zg'atdi. Bu munosabat bilan biz bugun sizni alohida bir suhbat taklif etdik. Qimmatli vaqtingizni chiqarganingiz biz intayin xursand. Bugungi suhbatimizniki davomlash uchun biz bugun suhbatimizga Diyorim shirkatidan Gulg'unchamni riyosatchilik qilishga taklif etsak. Assalomu hurmatli to'r ahli, men Diyorim shirkatidan Gulg'uncham bo'laman. Qani Yalqin aka suhbatimizni boshlab ketsak. Bo'ldi. To'r adabiyoti zamonimizga qalamkashlar uchun intayin keng ijodiyat bo'shlig'i yaratib berdi deyishga bo'ladi. Siz to'r adabiyotiga qanday qaraysiz? Abdulum rayonimizdagi ona til yozig'imizda chiqadigan gazet jurnallarningki sayfsizlik sonimi qadar oz. Ammo adabiyot havaskorlarining soni kundan kun ko'payyapti. Adabiyotga, ijodiyatga kirib kelayotgan qo'shilma kundan kun zo'rayapti. Shunday ahvolda adabiyot qiziquvchilar, adabiyot qo'shiniga kirib keluvchilarga faoliyat bo'shlig'i, ijodiyat bo'shlig'i ularningki o'zininki qiziqishi bo'yicha ilib olgan asarlarni avomga ko'rsatadigan imkoniyati bo'lishi kerak. Bunda imkoniyat nerda bor deganda, oldindan to'r sohasida. To'r bekatlari bu adabiy ijodiyat qo'shiniga yangidan kirib kelayotgan havaskorlar yoki adabiyotga ishtiyoqi bor qalamkashlar uchun aytganda o'zininki o'y xayollarini yoki o'zining ijodiyatlarini keng kuchada o'tirib qoladigan bir xil bo'shliq bilan ta'minlaydi. Shunga muntazam adabiy jurnallar imkoniyat hozirlab berilmagan sharoitda to'r sohasi, to'r adabiyoti orqali o'qirmanlar bilan yangi adabiyot havaskorlar o'tirishga uchrashishni reallikka aylantiradigan intayin bir muvaffaqiyatli ham uchrashishni amalga oshiradigan intayin ko'ngildagidek bir soha deb aytishga bo'ladi. To'r adabiyoti butun dunyoga nisbatan bir yangi narsa. Bizga nisbatan bu yangi narsa. To'r adabiyot sohasida hozir ko'pincha she'r, nasr bir qadar ko'proq bo'lyapti. Bu she'r ijodiyati bilan nasr ijodiyati bilan shug'ullanayotgan qalamkashlarningki she'rlarningki hajmining qisqa bo'lishi, nasrlarning hajmining qisqa bo'lishi balkim ularning mushkildagi asarlarni ko'proq to'rga yo'llashiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yaqin oyog'i adabiy obzorlar, povestlar to'r adabiyoti orqali avomga yuz ko'rishyapti. Balkim uzoq bo'lmay romanlarni to'r orqali barliq kelishi yoki to'r orqali o'qirmanlarga uchrashi mumkin. Bu nimadan darak beradi deganda, oldindan bir adabiyot sohasining jonlanishidan darak beradi. Ko'p xillashishidan darak beradi. Dunyoga yuzinishidan darak beradi. Bizning to'rlarimizda chiqqan narsalarni dunyoning har qanday joyidagi Uyg'ur til yozig'ida chiqqan adabiy asarlarni o'qish qiziqadigan bir o'qirman chiqib turgan ko'radigan imkoniyat berish. Shunga bu to'r adabiyotining barliq kelishi mayli ijodiyat havaskorlari uchun yoki muntazam ijodiyat bilan shug'ullanayotgan yozuvchi qalamkashlar uchun bo'lsin yoki Uyg'ur tilida barliq kelgan adabiy asarlarni tadqiq qiladigan o'qib huzurlangan qiziquvchilar uchun bo'lsin,
kishini xushal qiladigan bir zamonaviy, zamonga loyiq, davrga mos bo'lgan bir yangi yuzlanish. Bunday yuzlanishga hammamiz aktiv pozitsiya bildirishimiz, qo'llashimiz, buningdagi ba'zi pasif taraflarni to'g'ri yetaklashga kuch chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Hozir bizning to'g'ri adabiyotimizda qanday ahvol bir qadar ko'p deganda mazmuni tezroq bo'lgan. Ondan keyin adabiy asarlarni to'g'rilarga hozir bizning adabiyot havaskorlarimiz yoki to'r adabiyotiga ishtirok qiluvchi qalamkashlarimiz orasida qanday bir ijodiyat xohishi saqlanadi deganda oldindan o'zining asarlarini to'g'ri yo'llash orqali muayyan darajadagi bahoni kutadi. Buningda bir qadar bas munozir qo'zg'agan asarlarmi bor, ammo hech qanday bas munozir qo'zg'ayolmayotgan asarlar bor. Mushu jarayonda yozuvchilarda yoki adib shoirlarda umuman adabiyot ko'chasiga andadan qadam qo'yayotgan yoki adabiyotga andadan ishtiyoq bog'lab ba'zi adabiy asarlarni borliqqa keltirib shuni xalqqa kitobxonlar ko'rib boqishgan degan orzuda bo'lgan qalamkashlar shuni aytganda matbuotlar darvozasini bekam ichirmaydi. Nima uchun deganda hozirgi matbuotlarda qanday xohish bor deganda tanlab olish imkoniyati bekam. 80-yillardagiga o'xshamaydi hozirgi matbuotlarning ahvoli. 80-yillarda yoshlarni tarbiyalashni, ijodiyot qo'shunini kengaytirishni, yosh kuchlarni taraqqiy qildirishni birinchi o'ringa qo'yadi. Hozir yaxshi asarlar bizni tanlasin, yaxshi asarni biz tanlaymiz degan bunday bir xil qimmat qarash bilan jurnal boshqaradigan davrga yetdi. Shunga yaxshi asar qanday bo'ladi deganda cho'qim pishqon, to'nilgan yozuvchilarningki qalamkashlarning asarlarini yaxshi asar, nodir asar deb qaraydi. Tabi nomi chiqmagan yoki adabiyot ko'rsatgan anlarning kirayotgan yozuvchilar nisbatan ular e'tibor berib ketmaydi. Bu sohada adabiyotchilar qo'shinining ko'payishi adabiy jurnallar yoki matbuotlar uchun tanlab olish imkoniyatini kengaytirgachga adabiy havaskorlarning o'zini damonliq matbuotlar orqali namoyon qilishiga cheklanmoq bor. Shunga bunday cheklanlikdan qanday olib o'tish kerak deganda to'g'ri adabiyot orqali olib o'tmoq. To'r adabiyoti har kim o'zi yoqtirgan asarlarni o'tirib qo'yib boqsa bo'layotgan bir keng imkoniyatga ega. Bunday imkoniyatning bo'lishi adabiyotchilar uchun qanday bir hayotiy kuchdan darak. O'zining o'y xiyollarini, ijodiy fikrlarini o'tirib qo'ya oladigan, tegishli bahoga erisha oladigan bir imkoniyatlarni ta'min etadi. Shunga to'r adabiyotining borliq kelishi yosh qalamkashlarningki adabiyot havaskorlarininki manevr qilib olish fursati. O'zini namoyon qilib olish, tushirib olish, kitobxonlar bilan, o'qirmanlar bilan tanishib olishdan fursati. Bu tahrir bo'lmagan yoki tahrir bo'lgan taqdirda matbuotlarningidek qattiq o'tkal, qattiq boshqarish ichidagi tahrirlik bo'lmagan mana bir imkoniyat ichida o'zini rivojlantiradigan, xalq yuzlantiradigan yoki o'zini sinab boqadigan bir fursatlar ta'minlaydi. Shunga to'r adabiyoti biz suyunib qabul qiladigan adabiyotimiz nisbatan cho'qim taraqqiyot etgan bir zamonaviy soha, yangi soha, hayotiy kuchli soha deb aytamiz. Yalqinda bir qancha yillardan beri ana tilimizdagi nurg'ulg'an to'r bekatlarida, jumladan diyorim to'r bekatida siz bilan Farhod Tursun to'g'ri intayin qizg'in dasmonatlar va talash-tortishlar bo'lib kelyapti. Bir qism yoshlar sizlarning shaxsiy ziddiyat tufayli adabiyot sahnasida tutishib qoldi deb qaraydigan. Siz bu masalaga qanday tushuncha berasiz? Oldindan men bir adabiy obzorchi. Ben adabiy obzorchilik bilan shug'ullanganimga 85-yildan hisoblaganda 20 yildan boshladim. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimdan buni yozib e'lon qilish boshladim. Bir adabiy obzorchi shuni aytganda ma'lum avtorlarning asarlarini muayyanlashtirish, ma'lum avtorlarning asarlariga o'zining tanqidiy qarashlarini o'tirib qo'yish bu normal ahvol. Farhod Tursun bilan shikalining o'tirisidagi ish faqat davron o'qib ketish. Uning ustiga xaraktermi boshqacha tusadi. Ham bu yerda shaxsiy ziddiyat tufayli Farhod Tursunga shunday maqola yozib, unga qattiq tanqid yurgizganmi degan savolga tushib kelganda, mening beradigan javobim bu Farhod Tursunningki o'limi san'ati nomli kitobda o'tirib qo'yilgan masalani Farhoddan boshqa har qanday bir odam yozgan bo'lsa, hatto mening bir qo'sa qarindishim yozgan bo'lsa-mu, men bu masalada o'zimning tegishli qarashini o'tirib qo'yib, muvaqqat tanqid qilgan bo'laman. Meningki o'limi san'ati nomli o kitobga yozgan maqolamda pokitlarni to'g'ri.
men u birlig'ining masala emas, shu masalaning o'tirib qo'yilishidagi barliq oq ko'rinishlarni Faradninki boshqa povestlardagi shu masalani keltirib chiqarishga asos bo'lgan nurg'un so'z jumlalarni bir ilib ko'z sharqlab batlar qilib mana mushundaq ideya mushundaq ko'z qarashli odamninki mushu gapni deyishi haqiqat uyg'on bu qandaqdir men chaqirganman umrda davomidek undaq oson tushundiradigan masala emas undaq bo'lsa sening boshqa povestlaringdagi mushundaq so'z jumlalarni nimadan darak bo'lgan sen nemish hamma yerda o'xshash bir xil ideyaning nurini chaqmisan oxirisiga kelib sen mushundaq odam mushundaq demay mumkinmi deyish to'g'ri keldi shunga qarab bu o'ludi san'at haqida yozgan obzorimga qanday inkos qaytardi deganda normal inkos qaytardi normal inkos qaytarmaganligining o'ziligidan masalaning og'irligini tushundim agar u ahvol mening yozganimdek bo'lmay Faradning tushundigandek bo'lgan bo'lsa bu vaqtcha menmo kishilarningki nafrat uchrab ketmaydi bir odamga nisbatan cho'ng bir gunohni yoki xatolikni o'tkazdi deb qaraganda biz uning yetarli pok ko'rsatmasak pok ko'rsatmagan ekanmiz hukmimiz o'zimizga kelib qoldi hukmimiz o'zimizga kelgandan keyin biz tuhmatchi haqqi ziyonkashlikka uchraymiz biz shaxsiy ziddiyatni deb oxirgi hisobda o'zimizning putur o'zimiz palticha qilgan yoki bo'lmasa o'zimizning o'tirib qo'ygan poklik hukmlarimiz titrab turolmay o'zimizga yenib qolgan ahvol kelib chiqsa u biz birat dushmanimizni deydi yoki ma'lum bir ko'nglimizga mijozimizga yoqmagan odamlarni tanqid qilish orqali mushunday maqsad yetaman desak u maqsad eksi unum berib dal o'zimizni kishilarning nazarida obro'y inoatimizni tugaydi shunga bu masalada bugungi qandaqdir shaxsiy ziddiyatni deb Farad Tursunning o'lilish san'ati degan kitobga shu obzorni yozganligim emas bu yerda meningki chiqish nuqtam Faradning o'tkazgan xatolar uning iddeasiga bir xil zaharxandilik uningki dunyo qarashidagi bugungi madaniy dunyo bo'lmagan madaniyatli dunyoda har kim o'ziningki yaxshi ko'radigan narsalarni qadrlashga bir odam yana bir odamning diniy e'tiqodini hurmatlash yoki bo'lmasa unga daxl ta'ruz qilmaslik uni kamsindurmaslikni shunday bir aqlli axloqqa xilof keladi deb qarayman bu Faradninki diniy e'tiqodi nima u qaysi dinga e'tiqod qildi mening unga inkarim yo'q mening boshqarish uni ko'ngil bilish mas'uliyatim yo'q ammo u ikkinchi birovlarniki yaxshi ko'rayotgan izlayotgan yoki e'tiqod qilayotgan e'tiqodiga chaqchaq qilsa yoki uni kamsindirsa haqoratlab qo'ysa buni chilab to'g'rilaydi uni bir mallam emas boshqalarni chilab turmasligi kerak ammo men adabiy obzorchi bo'lgan ekanman shu romanni o'qib shu masalani bayqagan ekanman uni pokitlik oldi o'tirib qo'yib boshqalarningki nazardan o'tkazib o'zimning hukmini muayyan asos pokitlar orqali dalillab avomga yuzlantirib muayyan tanqidiy ko'z qarashni shakllantirib keyingi shu xildagi tentak yoki bo'lmasa iddiasi zaharxanda bo'lgan ba'zi yozuvchi qadamkashlarga ozroq sayg'ish xarakterli ta'sir o'tkazish bu yerda qandaqdir shaxsiy ziddiyatning o'rganishi gavdalik emas uni yo'q deb aytsak samimiyatsizlik bo'ldi bizning o'rtamizda mijozimiz kelishamaydigan ishlar bor ammo mijozimizning kelishamasligiga bir Farad Tursun bilan mening o'rtamda kelishamas ijtimoiy munosabat chambarining ichidagi nurg'un kishilar bilan mening mijozim kelishamaydi man o'xshash yana nurg'un kishilarning o'zining munosabat chambaragidagi nurg'un kishilar bilan mijoz kelishamaydigan ahvol bor bunday ziddiyatlarning hammasi barib turgan oxir ahvol tarixida shunga mening u yerda o'lili san'atga bergan bahoyim yoki bo'lmasa shu asar ustidagi obzorim qaysi xil qushning turkisida yozilgan deganda hargizmi shaxsiy ziddiyatdan iborat bunday omilning turkisida yozilgan emas u oldi bilan adabiyotga jamiyatga o'zimizningki aqida e'tiqodlarga ma'naviy tuyg'ularimizga mas'ul bo'lish boshqalarda o'tayotgan xatoliklarga vaqtida raddiya berishdan iborat shunday bir mas'uliyat ustiga yuklangan shunga mening bu masalada Farad Tursun bilan ishimiz o'tirishga shunday talash tortishlarni xilma xil tushundiradigan yoki xilma xil tushunadigan odamlarga beradigan javobim shu men Farad Tursunning o'zini sen qanday qaraysan deganda Farad Tursunning o'zi yaxshi tarbiya ko'rgan adabiy ijodiyat jihatdan yaxshi tarbiya ko'rgan adabiyotga intayin ishtiyoq kuchli bor ammo buni bunday aytganda bir xil iqtidorli qalamkash deb aytish bo'ldi ammo iqtidor degan hargizmi bir odamlarning iddiasining to'g'riligidan fazilatining durustligidan
ba'zi ko'z qarashlarning sog'lom taraflardan darak olib ketmaydi. Iqtidor degan u bir qurolga o'xshaydigan narsa. Masalan, qurol deganda bir tapanchani biz bir qurol desak, u tapancha bir bulansning qo'liga chiqib qolsa, u boshqalarni bulaydigan, tahdid soladigan bir vosita. U bir amallik saqlovchining qo'liga chiqib qolsa, boshqalarning amallikini saqlaydigan, boshqalarga xotirjamlik ato qiladigan narsaga. Shunga iqtidor bilim degan atalmish qurolga o'xshaydigan narsa. Gap bu yerda qanday ideyaning hukmronligida yoki qanday mudda maqsadning yetaklashida harakat qilishni iborat. Shu bilimni, shu qobiliyatni kim uchun qanday xizmat qilish masalasi va har bir odam duch keladigan, har bir odam o'ylaydigan narsa. Shunga nurg'unlari mana shu yerda dedi. Bu Farhat Tursun degan talantli, shuna iqtidorli yozuvchilar. Uni roman yozsa, yoshlar orasida roman yozgan odamlar ko'p bo'lmasa, shunday qalamkashlarga biz oldirab o'ynab qilsak qanday bo'ladi? To'g'ri, Uyg'ur adabiyotida romanchilik kechik boshlangan janr. Butun dunyo bo'yicha hamda romanchilik eng keyinda boshlangan millatlarning birisi bo'lishimiz mumkin. Shunda tunigilg'am sharoitlar turmushdan qo'shilib, shahar hayotiga, o'ltiraq hayotga qadam olgan ba'zi millatlarning dunyoviy romanlari bor, dunyoviy yozuvchilar bor. Ammo bizda o'ltiraq turmushda shunda ming yillar ilgari qadam qo'ygan o'zining mukammal adabiyot tarixi va nurg'un yozuvchilar qalamkashlar o'tgan bir millatning romanchiligidan boshlanganiga talab yeri masalada yo'qdir. Shuning o'zi bilan bizni o'kindirdi. Shunga romanchilik sohasida qadam tayyorlayotgan har bir yozuvchiga ko'z qarashimizga asragandek asrab ko'nib muomala qilish bizning burchimiz. Gap mushullan prinsip bo'lib qolsa, haqni asl-ustun bo'ladi. Bu yerda nimalar yozuvchilarga bizning qo'ydiganimiz oldidan o'zining xalqining hissiyotini hurmat qilish, o'zining xalqining manfaatini oldin o'ylashadigan bo'lish, adabiyotni milliylashtirish iborat masalaga ko'ngil bo'lish, atalmish iqtidor bilan cheklanib qolmaslik yoki boshqa vagonga chiqib qolib, xato vagonga chiqib qolib, halokat yo'liga bormaslik masalasi. Xalqparvarlik, millatparvarlik, o'zining yurtiga kuyinish, xalqiga kuyinishdan iborat shunday ideyaning yetakchiligida u o'ltirgan vagon biz suyunadigan, alqishlaydigan, gul sunadigan vagon bo'ldi. Agar u har qanday bir yozuvchi o'zining xalqining, vatanining, yurtining manfaatini birinchi o'ringa qo'yadigan, shuning uchun kurash qiladigan, shuni ifodalaydigan, shular uchun xizmat qiladigan, shunday bir ideyaning yetakchiligida yozuvchi bo'lmaydi ekan, uni biz boshqa bir vagonga chiqib qolgan yozuvchi deymiz. Undaq yozuvchi bizning nazarimizda aloqaga yozuvchi, yoki bo'lmasa qimmati yo'q yozuvchi. Shunga bu Farhat Tursunniki qalam qo'yib iqtidori bor deyishlarga men dedim, iblismi iqtidori bor, iblismi uchun oldimda. Gap bu yerda u bilim, u iqtidor degan quroldan iborat. Bizning qo'llashligimiz uning ideya. Agar uning ideyasi zaharxanda bo'lsa, xalq foydasiz bo'lsa, biz bunday ideyadan ko'rash qilamiz, unda ideyaga vaqtida har xil yo'llar orqali, masalan, so'zlash, yozish orqali teksni beramiz. O'sha orqali adabiyotimizning o'zimizniki, fikrimizniki yoki umum fikr o'rtoqligimizning soplig'ini, manfaatdorligini, unumdorligini qo'g'dab qolamiz deb o'ylaymiz. Shunga Farhat Tursundan shikoyatlarning o'tirishga, bu ziddiyatga bir kichik kishilar qiziqib ketdi. Bu ko'p qiziqishlarninki, ko'p kimlar deganda oliy maktabdagi yangidan adabiyot havas qilayotgan yoshlar yoki jamiyatdagi yoshlar. Shu yosh qatlami 20 yoshdan oldi keyingilarga bu ahvolga qiziqish. Endi bir jamiyatningki o'ttiruvchi madaniyat saviyasi yuqori ko'tarilmaydigan fitna fasodga, g'aybat shikoyatga yoki tuhmatlarga olinib ketadi. Bir jamiyat o'ttiruvchi madaniyat saviyasi muayyan holat yetgan vaqtda fitna fasodlarga, pokitsiz gaplarga, mantiqsiz so'zlarga asan ishonmaydigan bo'ladi. Anandan keyin normal tanqid bilan Vietnam, tuhmat chaplash shaklidagi tanqidlarning farqini ajrata bo'ldi. Farhat Tursunniki o'tgan yili eng oldida diyorim to'rida jaholat bilan madaniyat o'rtasida to'qinish degan bir maqola chiqqan. U asar chiqqanda men qarasam shunda bir gap bor ekan. Yolqin dedi. Butun dunyo ma'rifat va demokratiyani tashabbus qilayotgan vaqtda jaholatni, diniy suiqasdni tashabbus qildi edi. Ham shu gapdan men bu gapni o'zining bir gapiga qo'yib boqmas. Farhat
To'sinninki yana shu maqolalarda u Abdurim O'tkir, u tillamagan Abdurim O'tkir qanmidi, Zo'rdin Sabir qanmidi, Mamtin O'shur qanmidi dedi. Bu Mamtin O'shur, Abdurim O'tkir, Zo'rdin Sabirlarni tanqidlash ilm-fan demokratiyasi nuqtasidan aytganda bu to'g'rimi, xatomi degani to'g'ri. Mayli adabiy tanqid nuqtasida bo'lsin, mayli ilm-fan demokratiyasi nuqtasida aytganda bo'lsin, bu mutlaq tanqidlashga, ularning asarlari fikr yozishga tamoman bu cheklangan soha emas. Bu odamlarni cheklangan odamlar emas. Bularni tanqidlash bo'lmaydi, bularni tanqidlasa la'nat keldi oldu degan gapni ya adabiyot tanqidi yo'q, yoki bo'lmasa munosabat hikmat bo'ladi. Bu ham kishilarning e'limi yo'q. Demak, bu shunday odamlarni ilahlashtirish yoki bo'lmasa shaxslarni ziyoda ulug'lash orqali ularni tanqidlasa xato bo'ldi desa, bunda ko'z qarash nimadan darak beradi deganda, oldindan shu kishining o'zida demokratiya yangi yo'qligini darak beradi. Ilm-fan demokratiyasini qabul qila oladigan ongni yo'qligini darak beradi. Agar To'sinda bir ilm-fan demokratiyasi iddiasi bo'lsa, meningki yozuvchi Zo'rdin Sabir, Abdurim O'tkir, Mamtin O'shur qatorliq bir kishilarni tanqidlashimni u mening savalligim ustida ko'rsatmaydi. Men shularni tanqidlagan vaqtimda tanqidimning asosi yo'q bo'lsa, ular qilgan bo'lsam yoki adabiyotning estetikning prinsiplaridan chiqish qilmay turib, farqi yo'q tanqidlagan bo'lsam, mening tanqidlarimdagi to'yinmagan taraflarni, xatoliklarni inkor qilsa, ko'z tutasi tamoman bo'ldi. Ular emas, butkul odamlar ko'z tutasi bo'ldi. Shuna qarabmanki, bu tanqidlangan tillamagan deydi, tanqidma demaydi. Bu tillamagan Abdurim O'tkir, Zo'rdin Sabir, Mamtin O'shurlar qolmadi degan gapni uzilgan oldidan aqalli ilm-fan demokratiyasi yo'q. Adabiy tanqiddagi o'lchamlarni bilib turib bilmas qiladigan shunday bir axloq xohishini ifodalab qo'ydi. Shuna bizni jaholatning, diniy suiqasdning targ'ibotchisi degan odam demokratiyaga, butun dunyo demokratiyaga yoki ma'rifatga intilayotgan shunday sharoitda diniy suiqasdning yoki jaholatningki targ'ibotchisi deb bizga tuhmat qilgan oldidan o'zi oshqildagi shaxslarni ilohlashtirolmasi kerak. Andaq shaxslar ustidagi tanqid yoki bo'lmasa munoziralarni bu aqlli ish, adabiyot sohasida, ilm-fan sohasida bunday munoziralarga bo'lishi tamoman foydali deb qaraydigan bunday bir o'rin yetilishi kerak. O'shanda nimani ko'rmoqchi bo'ldi deganda, qarabda qanday bir xil ojizliklar deganda, o'zining chiqish qiladigan, o'zining manfaati uchun to'g'rilanadigan gap bo'lsa, hammaning o'ziningki manfaati to'g'rilanadigan gap bo'lsa, shuni o'tirib qo'yishga odam turadigan bir xil ojizlikni ifodalaydi. Bu menimki hozirgi tushunishimda ma'naviy jihatda gumron bo'lishni ifodasi. Odamlarda ma'naviy jihatda gumron bo'lish, tushkunlashish, xohish alomatlari ro'shan holda ko'rilgan vaqtda u esida bo'lishga tegishli bo'lgan eng odatli bir paqalgan narsa bo'ladi. Hamma narsani o'zi uchun xizmat qildirishgan, o'zini oqlaydigan, o'zini mumkin to'g'ri deyishga urinadigan yoki o'zining ditoga yaqingan kishilarga hujum beradigan omilga vositaga aylantiradi. Mana shuning o'ziligidan uning kallasida yetakchi prinsipni yo'qligi. O'zi himoya qiladigan, o'zi qo'g'daydigan muayyan axloq mezonlarning yo'qligini biladi. Agar u bo'ladigan bo'lsa, muayyan axloq prinsiplari, muayyan mezonlar bo'lsa, mayli kishilar bilan do'stlashsin, mayli dushmanlashsin, davomli uning bayrog'i ro'shan bo'ladi. Demak, bayrog'ining ro'shan bo'lmay, bunday mujmal bo'lishi uning iddiasiningki ma'naviyatning gumron bo'lganligidan darak beradi. Bu uning hargiz do'tligidan yoki bilimsizligidan darak bermaydi. U biladi. Shu masalaning adabiyot tarixi, estetika, psixologiya jihatdagi nurg'un masalalarda adabiyot uni men boshladidan yaxshi tarbiya ko'rgan, u muntazam tarbiya ko'rgan, xumushlik bo'ladi. Ammo ma'naviyatida iddiasida ezish ham gumron bo'lish aniqladi. Bu bundan keyin uning asarlari degan ro'shan ifodalanadi. Ben uning asarlari izchil, eng qizg'in kitobxon sifatida o'qib turaman. O'qib, ashunadagi shu fikr qilish usulini, chiqish nuqtasini, muddasini davomli tahlil qilib turaman. Shular orqali men shu uning iddiasini izish, ma'naviyatida bir gumron bo'lish alomatlari bor deyman. Bu yana uning bo'lgan shaxsiy ziddiyatim tufayli emas, men bilan ko'p talash tortish shakllantirib qilayotgan shu avtorning men bilan qarshi qirg'oq bo'lgan degan uni o'ylanish doirasiga kirgizish.
onun eserleriga yandan qarab, onun qobiliyati nereden ketyapti, dunyo qarashida qanday o'zgarish bo'lyapti, shuni bilib turish kerak. Bu yerda mana bir gap bor. Men uch podshohlar haqida qissa deganda ko'rgan. Shuningda Jo'gilyan og'zidan chiqdi. Bu shu Hanzo ideya xazinasiga bir mashhur so'z. Bir odamni 3 kun ko'rmasdan yangi nazaridan qaradi. Biz o'sha prinsip bo'yicha har qanday odamga o'xshamagan nuqtadan yoki bo'lmasa o'tgan yilgi odam bu yil yo'q. Bir yilning oldidagi, yarim yilning oldidagi odam hozir yo'q. Ularning ideyasida, dunyo qarashida, qimmat qarashida qanday o'zgarish bo'ldi, buni bilib turish kerak. Mening Faradni yoki Faradning asarlarini shunday qiziqlik bilan ko'rib turishimdagi sabab, uning ideyasida qanday ijobiy yoki salbiy yuzini shakllanyotdi degan nuqta. U undan boshqa g'araz emas. Bu bir adabiy obzorchida bo'lishi tegishli burch ham mas'uliyat. Har qanday yozuvchining, nomishqa yozuvchining adabiy asarlarga qimmat yuzlanishini, ideviy o'zgarishlarni, uning mahorat jihatida ko'rilgan ba'zi alomatlarni bilib turish, adabiyotga qiziqadigan, o'zining adabiyotni taqdir qiladigan har qanday bir odamda bo'lishi tegishli aqlli mas'uliyat tuyg'usi deb o'ylayman. Yolsunka, adabiy obzor yozuvchi shoirlarning ittifoqini buzib deb qaraydigan kishilarni bor. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Bu ko'z qarash normal. Buni hamma normal deganimiz to'g'ri deganimiz emas. Bizda ilm-fan demokratiyasi yetarli bo'lmagan, qarish fikrliklar kishilarningki inkosini ko'p anglab odatlanmagan bir jamiyatda cho'ng'igan yoki shunday bir muhit tutayotgan millat uchun yoki kitobxonlar uchun aytganda ba'zi talash tortishlarni ko'rib turgan yozuvchilarning ittifoqlari buzilib ketdi, yozuvchilarning ittifoqlari buzilsa qanday bo'ldi, bu obzor degan xalqning bujurni qo'llaganlar deydigan bunday qarashlar bo'lishi bu kishilarningki ilm-fanni, adabiyotni o'zing qonuniy tubini tushunishdan yetarli bo'lmaganlardir derak ko'radi. Adabiy obzor Uyg'ur adabiyotidagi eng ojiz olgan. Bu sanada so'zgarek til olgan. Men shuning ichida. Men bu sanada deyarli xizmat qila oldim deb aytaman. Mening bu sanadagi xizmatlarim o'zimning orzusida emas. Ammo men shunday bir ruhni deyalaman, men tanqid qilishda. Men o'zim biladigan barliq qalamkashlarda tanqidga ko'proq bardosh beradigan, ham qarshi fikrdagi kishilarningki yezishini hurmat qiladigan, himoya qiladigan bir ortiqchiligim bor deb o'ylayman. Eng aqallisi yaqindan Eli Xo'jaxon mening o'sha qari bo'lish hayot degan asrim ustida bir inkos yozdi. Bu maqolani yozib diyorim to'rida yoki boshqa to'r bekatlarni hammasi e'lon qilindi. Shuni e'lon qilishdan ilgari ham Eli Xo'jaxon o'tilgan. Shunday bir o'xshamagan bir fikrni yozdim, sizdan qanday qilardi? E'lon qilgan dedim. Keyin bu to'r bekatida e'lon qilindi. To'r bekatida e'lon qilinib bo'lgandan keyin bir oy o'tmay men Eli Xo'jaxon telefon berib, sening o'sha maqolani men munosib jurnallarga o'zim tunishtirib, o'shani chiqarishga yordamlashaydi. Eli Xo'jaxon buni xushalik bilan qabul qildi. Bu shu nimdan darak ko'rdi deganda bir aqlli axloqda darak ko'rdi. Bizda cho'qim qarshi fikrdagi kishilarningki barliq kelishini yoki bo'lishini himoya qiladigan, to'g'ri tushunadigan ilmiy ruh bo'lishi kerak. Men o'zimga qarshi fikrni bossam, men qanday bir xil demokratiyani yoki ilm-fan demokratiyasini targ'ib qilishmayman. Oldindan shuni targ'ib qiladigan, shuni orzu qiladigan kishilar shu tanqidningki yoki shu munozirningki obyektiv o'zi bo'lgan vaqtda buni ikkilanmay qabul qilishni bilish kerak. O'xshamagan fikrdan bo'lishi odamning obro'yini bir xil tushiradi. Yoki bo'lmasa uni ikkinchi galga kelmas holatga tushiradi. Bu faqat o'xshamagan fikrlar. Bu kishilarningki ko'z qarashini baytadigan, o'xshamagan nuqtadan tafakkur qilishiga ilhom beradigan, masalalarning mohiyatini yuritishiga yoki tushunishiga imkoniyat tug'dirib beradigan bir xil yaxshi yuzlanish yoki yaxshi qarash. Ammo biz boshda aytgandek, bunda bir xil demokratik havoda yoki ilm-fan demokratiyasi keng tashab bo'lgan yoki shunga odatlangan bir havoda yetilib cho'ng'ilmag'achqa bizning bu jihatga tushunishimiz yoki buni qabul qilishimizda og'ir masalalar bor. Hozir Hanzo yozuvchilar, shoirlar orasida bir-birini rahimsizlik bilan qamchilaydigan, tanqid qiladigan, bir-birlarining asarlariga
yüz xatir qilmay turib adabiyotni millatning manfaatini chiqish qilib turib baho beradigan ish normal bir tahvoluk bo'ldi. Bu ularning o'tirisidagi ziddiyatni kuchaytiryapti deganda ziddiyatni kuchaytirmadi, aksincha bir butun Hanzu adabiyotining yukselishiga bir hayotiy kuch berib keldi. Ben Uyg'ur adabiyoti deganda siz Tarim jurnalidagi bir asarga maqola yozib boshqa bir jurnalga avvatsangiz ular bo'lmaydi. Bizning jurnalda e'lon qilinmagan asarga yozilgan maqola ekan, bu asar nima e'lon qilingan bo'lsa, shu yerga beringlar deb turadi. Shuning o'zi qarish fikrini yoki obzorni siliq rad qilish yoki bunga siliq qarish turish deydi. Biz nadil bo'lsa, normal fikr bo'lsa, uni bayon qilaversak bo'ladi. Hem bizde demokratik muhitda yoki ilm-fan demokratiyasi nuqtasida turib fikr qilishga yetarlik ahamiyat bermagan yoki odatlanmagan bir xalqda nima ko'rildi deganda shunday bir xil imkoniyat hozirlangan vaqtda so'qinib kirib lig'inam qo'sqidagi balki qo'saq ko'pigini chiqaradigan til ohonatlarni tevlib lig'inam to'rlarda yoki boshqa sohalarda shuning bilan ifoda chiqqanday bo'lgan bir nachar qilmishim. Bu tilli bilishning qo'lidan yetishganmaydi. Bu pek ojizlikning ifodasi. Uni tilli oldik degan til degan pokit emas. Uni hech qanday yerda pokit sifatida qabul qilganim bo'lmaydi, chunki siz birsin tilligan ekansiz, oldi bilan o'zingiz sapoyangizning tugan ekanligini ifoda qilasiz. Tilli bilish orqali hech qanday masalani hal qila olmaydi. Hech qanday maqsadga yetila olmaydi. Shunga nurg'un xarakteri ojiz, ro'yati kuchak ba'zi to'rdoshlar shunday degim keldi. Sen meyli her qanday adamlar olsun, tilli bilish orqali maqsadga yetimiz desanglar, bu ahmoqning o'zi. Tilli bilish orqali hech qancha unumli yo'l berilmaydi. Biz necha yillar ilgari yoshson, tuman ming yillar yoshson deganlarni yashab, tuman ming yillar yashamagan, tegishli yashagan. Yo'qolsin, itbeshini yanchib tashlaydi deganlarni bu shiorlarimiz tufayli yo'qolib ketmagan. Masalan, Jungo 60-yillardan boshlab Amerikani shunday qattiq tillig'ini turibdi, 80-yilning 5-oyiga chiqdi. Shu vaqtda Amerikani cho'chitildimi degan cho'chitilmagan. 80-90-yillarda Amerikani tillamagan. Jungo Amerikaga bo'lgan o'zining ko'z qarashlarini muvofiq shaklda olib bordi. Endi qanday qildi deganda Amerikani endi cho'chitdi. Hozir Amerika Jungoning taraqqiyotidan turli universal kuchidan cho'chiydigan, unga ahamiyat beradigan, buni dunyodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'rniga ahamiyat berib, hurmat bilan qaraydigan holatga keldi. 60-70-yillarda Amerika jahongirligi oq ko'ktab tillamagan tilimiz qolmadi, ammo Amerika buningdan qilich cho'chib qoldi, qo'shib qoldi. Demak, tillab ujuqtirib o'tgan bo'lsa, shu vaqt Amerika ujuq qolgan bo'ladi. Ammo u vaqt tilning qilich unum bo'lmaganining ustiga tillamagan yillarda Amerika Jungoni tanilishga Jungo'dan cho'chiyotganligini, Jungo'ning bosh ko'tarayotganligini e'tirof qilishni hozir o'zining diplomatiya ham siyosiy kun tartibiga kirgizadi. Jungo'ni dunyodagi bosh ko'tarayotgan davlat deb qaraydi. Ammo hozir Jungo'da Amerikaga qarshi shunday bema'ni tillardan kayfiyat bo'lmasa yo'q. Amerikani Saudiyadagi muhim ittifoqdosh, Jungo'ning dunyodagi ishlarida ba'zi ishlarni hamkorlashib qiladigan bir xil siyosiy kuch deb mundaq amaliy sifatlardan tayyorladi. Shunga endi cho'ng narsaga keladigan qoida yoki qonuniyat kichik narsaga o'xshashdi. Siz bir odamni tilli o'libligini maqsadga yetaman desangiz, o'xshashlikni bu o'zingizning ojizligini ifodalaysiz. Umuman tillash ojizlarning qo'lidan keladi. Kuchliklar tillab shuni. Shunga bu yerda biz bu to'rdoshlarga har qanday odamga nisbatan o'zining qo'saq ko'pigini chiqarib olish, tilli bo'lish, masxara qilib olish shakllarni o'tirib chiqishini oldi bilan o'zining o'xshamagan ko'z qarashini ifodalaydigan, o'xshamagan nuqtadagi o'ylanishlarini uchrashtirib qo'yadigan shaklda ifodalashga o'zgartib qo'yishni maqsadimiz. O'xshamagan shakldagi ko'z qarash yoki o'y fikrlar bizning ko'z qarashimizni, tafakkurimizni baydi. Bizning shu masalalarning mohiyatini tushunishimizga turtki bo'ladi. Ammo tillash deganda hech qancha unumi yo'q. Bu til ahamiyatlarga yoki tilni qo'saq ko'pigini chiqarib olgan quruq hikmat namlarga kulib qo'ysangiz, u yerimaydan keyin yo bir oydan keyin o'zining kuchini yo'qotib, havoda to'zib qo'ygan narsa. Ammo pokitlik, munozara yoki kishilarni qoyil qiladigan bir ko'z qarash deganda buning ta'siri nurg'un kishilarga bo'ldi.
nurg'un kishilar shu ko'z qarashdan, shu qimmat qarashdan, shu paketlik xulosa yoki yakunlarning ta'siriga uzoq mezgilgacha uchraydi. Shunga biz iloji bor kishilarni muayyan paket dalil isbotlar ustiga qurilgan xulosalar bilan ta'sirlantirish, o'ylantirishga vaqt chiqarishimiz, zehnimizni shunga sarf qilishimiz. Hargizmi bir-birimizni tillashish orqali qo'saq ko'zimizni chiqarib olgan bunday ojiz odamlarga xos yo'llarni tutmasligimiz kerak. Bu oldidan bizning ma'naviy safa jihatdan demokratiyaga mos kelmaydigan odam degan obrazni shakllantirishimiz sabab bo'ldi. Demokratiyaga mos kelgan odam qanday bo'ldi deganda, u ham harakatini, so'zini muayyan idrok, ham logika, ham qonun ustiga qurgan bo'ldi. Muayyan idrok, logika, qonun ustiga qurilmagan unda xulosa, unda bayon, unda ko'z qarashlarning hammasi u ömürgüte yakınsa erzemes narsa. Kişinin hayal qilolmaydi, o'zimizning safhasini yetirmaganligini deyapti. Shunga bir ilm-fan demokratiyasiga xos ma'naviy obrazimizni shakllantiramiz deyotganmiz. Ko'z qarashlarimizda hayal qilish kuchi bo'lsin. Fikrlarimizda dalil isbotlar to'liq yetarli bo'lsin. Eng muhimi ilmiy pozitsiya bo'lishi kerak. Yani mushundaq jarayonda o'xshamagan fikrli kishilar ziddiyatlaşib qolsa, bu yükünü tutuşamaz. Ziddiyetten saqlanılmayan cemiyette. Ben Ali Hoca'nın bu özlem telefon verip esrarını ilan kılıvergen deptim ben. Yakin ilan kılırdan kalmayı yardımlı şey bazıda konuşturay deptim ben. Ama muşundak dedik adamdan kançılık. Bazıda soğuşup sürüşe, tırlap sürüşe, ziddiyetini avutu düşünmüyor. Ama biz ziddiyet avup ketiti dep edebi obzorçılıkka yakin münazırı muhitiga sal qarasak, münazırının şekillenişige ahmet vermesek, bu vaqt shakllanadigan ziddiyat yaxshi keladigan ziyon texnik cho'ng. Demak, bir millatningki tafakkuri, bir jamiyat kishilarininki fikrini o'tkirligi qanday ahvolda shakllantirilgan, o'xshamagan ko'z qarashlarninki uchrashishi, munozaralarning davomli bo'lib turishi ichida anandakin shakllangan. Shunga qo'yib ittifoqni buzdi deydigan atalmish qarash bu kishini tashxislantiradi. Bu ittifoq deganda nurg'un odam qanday qaraydi deganda yozuvchilarninki yozuvchilar ustiga ketadi gap. Yozuvchi shoirlar bir yerda papat tomoq yesa, birga ariq ichsa buni ittifoq deb qaraydi. Bu ittifoqlik emas bu. Bu atalmish o'zini aldash yoki bo'lmasa ariq kechlikni shunday quruq faransalikninki bir bahonasi. Agar yozuvchilardagi ittifoqlar qaysi nuqtada ifodalanadi bo'lsa, bir-birining asarini astoydil o'qib baho berish ifodalanadi. Ben nurg'un yozuvchilarni bilaman. O'zlari bir-birining asarini o'qimaydi. Romani chiqsa romanini o'qimaydi, boshqa asarlar chiqsa o'qib qo'ymaydi. Ammo kunda bildi tamoq yeydi. Kunda bildi ariqchida bo'ladi. Kim o'lsa shuni nazarsiga boradi, kim to'ysa shuni to'yib boradi. Siz uning ko'chib ketayotgan, ochqanda kakirib, kulishib, tamoq yeb, kekirishib o'tirib, ariqchayotgan holda qarab turgan bular ittifoq desangiz, bunda ittifoqlar atalmish ittifoqlar. Tushkunlashayotgan odamlarning ittifoqlari. Ma'naviyati bo'sh odamlarning o'zining ma'naviyatidagi bo'shliqni to'ldirishni qilayotgan bir ahmoqona harakatlarga urinishlar. Bugungi kunda vaqt shunday aldirash bo'lsin. Qiladigan ish shunday ko'p bo'lsa, kunda birga tamoq yeb, kunda birga ariq ichib, so'kildab yurish, bu tushkunlashganlikmi, bekordalikmi deganda bu bir xil bekorlik. Bu bir xil tushkunlashganlik. Agar o'zining mas'uliyatini to'g'ri taniydigan yozuvchilar bo'lsa, o'zining sohasidagi eng yangi uchurlarga, eng yangi yuzlanishlarga hushyor turish kerak. O'zining atrofidagi do'stlarininki, yozuvchilarninki asarlari chiqsa, o'qib ashunday tegishli javob berish kerak. Shunday javob berish shakllangan vaqtda anandan hamma odam obzorchi ketadi. Chunki har qanday bir asarni o'qib, muayyan bahoga kelmaydigan odam bo'lmaydi. Ana shu baholarni birinchi qatim o'tirib qo'ygan vaqtingizda balkim bek saviylik o'tirib qo'ymasligingiz mumkin. Bara-bara sizning so'zlaringizga bir xil ilmiy metod yetilgan bo'ldi, so'zlaringizda bir xil ilmiy tus qo'yilishdi, baholaringiz muayyan paketdagi dalil ustiga qurilgan bo'ldi. Shunga bir jumla so'z orqali ba'zi romanlarga baho bergan bo'lgandek, biz umumiy jamiyatda kishilarningki asarlarga shunday o'xshamagan nuqtadan baho beradigan bir kayfiyatni shakllantirsak, kishilarni anandagan o'xshamagan qarashlarni qabul qila oladigan bo'ldi. Bu ittifoqlikni qo'riqdan-qo'riq ta'kidlab, obzorchilikni, o'xshamagan ko'z qarashlarni bosadigan ilm-fan demokratiyasiga xilof bo'lgan bunday bir kayfiyatni shakllantirib qo'yishdan oldini olgan bo'ldi. Şu an benim ahirete xulos karakterli fikrim, adabiy obzorning bo'lishi hargizmi
yozuvchi shoirlar o'rtasidagi ittifoqsizlikqa sabab bo'lmaydi. Sabab bo'lsin, hech qisi yo'q. Ammo cho'ng jihatdan foydani kim oladi deganda, ilm-fan demokratiyasiga ahamiyat bergan, o'xshamagan ko'zqarashlarga yo'l qo'ygan xalq yoki millat o'zining adabiyotini, ilm-fanni taraqqiy qila oladi. Qarshi fikrni bosqanlar, o'xshamagan ko'zqarashlarga o'chmanlik saqlagan odam bo'ldi ekan. Bu ham ilmiy safhasi bo'lmagan odam, ham ilmiy havosi yetarli bo'lmagan jamiyat bo'ldi. Shundan men ta'kidlaydiganim adabiy huzurning shakllanishi undaq ziddiyatlarni keltirib chiqarsa-mu, mayli uningga chidash kerak yoki to'g'ri tushunish kerak. Ammo cho'ng jihatdan oladigan foydani qurbon qilmaslik kerak. Yalqinka hozir populist maqola yozuvchilar bir qadar ko'payib qoldi. Lekin gangirab turgan yoshlarga ilhom bo'lgandek biror ko'p so'zlar oz bo'lyapti. Sizningcha bularga yo'l ko'rsatib beradigan, ilhom baxsh etadigan fikrlarni qanday o'tirib qo'yiladi bo'ladi? Populist maqolalarningki ko'p yozilishi umuman bir millat, bir jamiyat krizisga duch kelganda, turli masalalarga krizis his qilganda ko'proq yoziladi. Jungoda 4-may erkitidan keyin Lo'shan, Xo'shi qatorliqlar turli maqolalarni, Hurriyatun, Zavollarni yozgan. Shu vaqtda Jungoda og'ir krizisga duch kelgan. Ham ko'plagan nodir asarlar shu vaqtda barliq kelgan. Mutafakkur yozuvchilar barliq kelgan. Bizda hozir 90-yillardan boshlab, lekin populist maqolalarda bir xil ko'payish yoki bu jihatda qalam tartilganlarning soni ko'payadigan bir ahvol shakllanadi. Biz qanday krizisga duch keldik deganda, biz bir axloq krizisiga duch keldik. Turli qimmat qarash krizisiga duch keldik. Ideya jihati tanqidlaydigan bir krizisga duch keldik. Lekin avlodlarni tarbiyalash masalasiga duch keldik. Biz avlodlarni tarbiyalash, avomni yetaklash yoki bo'lmasa yana bir qimmat qarashini shakllantirish, kishilarning ideyasiga zamonga xos bo'lgan ba'zi ilg'or tarkiblarni qo'shish jihatida biz haqlardan keyin qolganligimizni his qildik. Mana shuning o'zi biz duch kelgan krizis. Demak, mana shunday krizislarni qanday shaklda hal qilish kerak deganda, hal qiladigan barliq omillardan foydalanish kerak. Buning ichida unumi eng tez bo'ladigan, eng tez kishilarningki tafakkurga ta'sir ko'rsatadigan, ro'yxatga ta'sir ko'rsatadigan vosita nima deganda populist maqolalar. Populist maqolalar masalan bevositaroq o'tirib qo'ydi. Ochiqroq o'tirib qo'ydi. U adabiyotningki boshqa janrlarga o'xshash, masalan she'r, hikoya, nasrlarga o'xshash san'atlashtirish shaklida o'tirib qo'ymasdan bir qadar muloyiza ko'p bo'lgan yoki xulosa xarakterli, hukm xarakterli gaplar ko'p bo'lgan shaklda o'tirib qo'ydi. Shunga populist maqolalarningki unumi tez bo'ladi. Hozir kishilarningki vaqtida tez. Turmushdagi, hayotdagi turli tirikchiliklar tufayli ishlar bek aldirish. Shunga ko'p qismli romanlarni yoki cho'ng asarlarni o'qish orqali ba'zi yakunlarni, ba'zi xulosalarni, ba'zi qimmat qarashlarni egallashga ularningki vaqt yarganadi. Ammo populist maqolalar deganda o'zining ixcham ham chaqqon shakl orqali kishilarni bu jihatga ehtiyojini qondiradi. Siz ta'limlash o'rinlarimda Jungo millatlar bo'lamdi yoki Shinjang madaniyat o'rinlarida boshdan o'xshash ba'zi jurnallarni uxlashdan ilgari yarim soatlik, bir soat vaqt chiqarib yotqanga kirib turib o'qisangiz, har kuni birdan o'qib olsangiz, bir yilda 300 dan ortiq populist maqolani o'qiy olasiz. 300 dan ortiq populist maqoladagi ko'zqarashlarning bir eng kam bo'lganda 3-4 sizga azib qolsa, hayotingizga bir qo'lchiroq ko'paytiradi. Shunga bu populist maqolalar bizning qimmat qarashimizni, dunyo qarashimizni, kishilik qarashimizni belgilaydigan intayin muhim bir janr. Buning ko'payishi bizni o'kindirmay, aksicha xushal qiladi. Ammo qanday qilganda yoshlarning dunyo qarashiga, qimmat qarashiga ta'sir ko'rsatadigan, ilhom baxsh rol o'ynaydigan ko'z qarashlarni barliq keltirgan bo'ldi, o'tirib qo'ygan bo'ldi degan masala kelganda, mening deydiganim bunda. Dunyoda deyilmagan gap yo'q. Barliq eng yangi ko'z qarash degan ko'z qarashlarni oldin boshqalar o'tirib qo'yib bo'ldi. İnsani tarixidagi mutafakkurlar, turli donishmandlar o'zining necha ming yillik tafakkur tarixida insoniyatning kishilarga yo'l ko'rsatgudek, angushtar o'qidek yoki bo'lmasa kishilarga ilhom berishda ko'z qarashlarni o'tirib qo'yib bo'lgan. Bizning Uyg'ur qalamkashlarning o'tirib qo'yayotgani qanday narsalar deganda, faqat shularningki o'zimizning talaffuzi, o'zimizning tili orqali o'tirib qo'yilish. O'tirib qo'yilish shakli bilan o'xshamaydi.
ammo gapning mag'izi, negizi, javhari tamomila o'xshash. Bu jihatda men hech kim deb bo'lmagan mundaq bir ko'z qarashni o'tirib qo'yib o'tayam, insoniyat tafakkur tarixidagi yangi bir o'ylanish bu deyishga jur'at qila oladigan bir qarindosh yo'q deb qarayman. Bu tafakkur tarixida muqaddas tekis degan bir atalg'i bor. Muqaddas tekis degani hamma dona ko'z qarashlar, ulug' ideyalar allburun bir muqaddas tekis oldida o'tirib qo'yilib bo'lgan. Undan keyingi so'zliklarning hammasi shu tekstning ko'paytirilgan, takrorlangan holida faqat takrorlash saviyasi yoki takrorlash uslubi o'xshamaydi deb qaraladi. Bu umumiy bir ko'z qarash. Shuna bizningki qalamkashlarimizni o'zimizning ona tili, ona tafakkuri, ona muhitida ba'zi o'zi duch kelgan krizistik masalalarni hal qilishdan ko'ydi bo'lishi bu to'g'ri tushunishga bo'ladigan bir arziydigan endi. Shuna publistik maqolalarning ko'payishini qarshi olish. Buningda o'qirmanlarning ehtiyojini chiqish nuqtasi qilishni birinchi o'ylanish nishoni qilish kerak. Men cho'qim hech kim deb bo'lmagan fikrni o'tirib qo'yaman deydigan bir asabiy orzuda bo'lmaslik kerak. Mayli boshqalar degan bo'lsin desin, men o'zimning shaklida bir deb, o'zimning xalqining qalbiga, o'zimning uslubi, metod orqali bir yetkazaman deydigan bunday bir ideya. Bunda bir qizg'inlik bo'lsa, bu masan gapimiz. U bir fikr bir necha odamningki ideyasidan chiqqan vaqtda o'xshamagan bezilish hissida chiqadi. O'xshamagan shaklda, o'xshamagan metodda chiqadi. Siz yozgan bir asarningki kishilarga ta'sir ko'rsatishi yana bir qalamkash yozgan asarningki kishilarga ta'sir ko'rsatishi bilan farq bo'ldi. Garchi fikringiz o'xshash bo'lsin. Nima uchun o'xshash fikr o'xshamagan unum paydo qildi deganda ashada sizning mahoratingiz, shu naslni o'tirib qo'yish san'atingiz birinchi rol o'ynaydigan omil bo'ldi. Shuna biz qanday asarlar yoshlarga bir ilhom baxsh rol o'ynaydigan yaxshi asarlar bo'ldi, qanday fikrlarni o'tirib qo'yish kerak deganda biz haqninkini keng ko'lamda qazishimiz, o'rganishimiz kerak. Shunda o'rgangan narsamiz ko'p bo'lgan vaqtda haqlarning o'tirib qo'ygan fikrlarni o'zimizning ehtiyojiga mos qilib turib, o'zimizning sharoitida o'tirib qo'yib, qarindoshlarimizning qalbini ta'sirlantirib, shularga yana bir qimmat qarashi yoki bir xil yana bir ideyaningki sho'lisini yetkazadisak, mana shundan o'z bir g'alaba. Shuna izlangan kishilar insoniyat o'rtaq bo'lgan barliq ideya g'azinalaridan baholi. Buni shu asal arasiniki asal sharisini yiqqandan berish. Har kim o'zi xohlagan yoki o'zi qiziqqan doiradan ma'lum shirinlarni yig'ib o'zining qarindoshlariga sunus bilan bo'lgan. Buni endi publistik maqolalarni yozuvchilar o'zining bilim asosini kengaytirish qilishi, o'ylanish, o'rganish doirasini kengaytirish kerak deb ta'riflashadi. Siz ko'p o'rganmay turib, ko'p o'ylanmay turib, boshqalarningki ideyasi bilan keng uchrashmay turib, ba'zi ideyalarni o'tirib qo'yib qo'ysangiz, bu ideyangiz yerimiyatda bo'lib qoladi. Tozaligi kishilarni qoyil qilish kuchi yetarli bo'lmaydigan ahvollar ko'p ko'radi. Shunga kishilarning qoyil qilish kuchi kuchliroq bo'lgan, kishilarni o'yga sola oladigan, ularning qimmat qarashiga ta'sir ko'rsatadigan, ularning harakat odatlarini o'zgartishiga bir turtki bo'ladigan ba'zi ko'z qarashlarni o'tirib qo'yish uchun ko'p asarlarni o'qishga, o'rganishga, ashlangan javharlarni o'zlashtirish orqali o'zimizning xalqiga xizmat qildirishga tirishishimiz kerak. Bir qism yozuvchilar mangulik temalarda emas, o'tkinchi temalarda maqola yozishga ketgan. Bir qismda hadisalar qizlar chechib kesdi, qis qo'yib keldi degandek aytlash xarakterli maqola yozishga berilib ketdi. Sizning uchun shunday maqolaning roli bo'ladimi? Bu yerda mana bir nozik masala. O'tkinchi tema degan. Bizda hozir odamni asos qilish kerak degan bir gap o'tirib qoldi. Chunki bu odamni asos qilish kerak degan hech gap emas. Hozir Jungo'ningki Munavvar Ziyolivra Jungo qanday qilganda odamni asos qilgan jamiyat qurib chiqalaydi. Buning qanchalik vaqt ketadi degan masalani muzokara qilib, agar Jungo hukumati iqtisodni tutgandek ahamiyat berib tutadigan bo'lsa, 20 yillarda Jungo odamni asos qilgan jamiyat bo'lib qurib chiqadi. Shundan demak odamni asos qilgan jamiyat qurishning cho'ng qurilishi kerak. Bunun asallan bir qatimliq shuar bilan, bir qatimliq bir harakat bilan barliq kelmaydiganligini ko'ryapman. Unda bo'lsa
мәңгілік темаларда адам асас қылынып, өткенші темаларда адам асас қылынмамды дегенде, әр ішкісі адам асас қылынып. Шуңа әмінді yazılışa мәңгілік темаларда әсер езіп кетеміз. Bizde өткенші темаларда әсер yazılғаны yazılışlar demiş. Dedik prensip nima deganda odamlar uchun foyda qo'shiladi. Demak, odamni asos qilish, odamlar uchun foydali bo'lsa, xalqqa manfaatli yetkazsa, mayli mangulik temalar bo'lsin, mayli o'tkinchi temalar bo'lsin, hammasi kerak. Bu yerda o'tkinchi temalar keraksiz, mangulik temalar kerakli. Shuna o'tkinchi temalarga o'tkinchi temalarda asar yozish, bevod avval islatadigan qarash bo'lsa, buni to'g'ri deb aytaman. Prensip odamga foydali bo'ldi ekan, odamlar asos qilingan bo'ldi ekan. Mangulik temalarda bo'lsin, o'tkinchi temalarda bo'lsin asar yozishni arziydigan emgak. Foydali emgak, zarur emgak deb qaraymiz. Ben bir qism yozuvchilarniki hadisli qizlar chechini kesdi, qisq ko'p keldi degandek ayıplash xarakterdagi maqolalarni yozishga odatlanib ketdi degan qarashimiz. Buningda biz masalani ikki nuqtadan tushuntirishga to'g'ri keldi. Biri qisqa yo'q kiyish yoki bo'lmasa sochni qisqa qo'yishning o'zi qonunga xilof desangiz qonunga xilof emas. Jamiyatni boshqaradigan, jamiyatning tartibiga kafolat qiladigan turli qonunlar. Buning ichida bizning ko'proq o'yinligimiz qonun. Bu qonunga xilof emas, ammo o'zimizning milliy an'anasiga, urf-odatiga, aqida e'tiqodlariga buni yuzdan deganda deganda ba'zi sal chekdan oshgan kiyinish odatlarini qabul qilib bo'lmaydi. Bir millat qabul qilgan bilan yana bir millat qabul qilmaydi. Yani bir rayon qabul qilgan bilan yana bir rayon qabul qilmaydi. Demak, qabul qilish bilan qilmaslik shularninki ba'zi go'zallik o'lchamlariga, turmush qarashlariga, urf-odatlarga, aqida e'tiqodlarga munosabatli narsa. Bu yerda biz qaysi ijtimoiy to'pga tava bo'lganmiz, oldindan shu ijtimoiy to'pning manfaatini, axloq, aqida, go'zallik odatlarini hurmat qilish biz uchun aqalli burch bo'ladi. Siz mushunchalik bir o'zingiz tava bo'lgan ijtimoiy to'pga qurbon berish iningiz bo'lmasa, hamma ishning orzuing bo'lishi kerak. Ham bu degan shaxsiy erkinlikga davosak, u to'g'ri, qonun nuqtasida to'g'ri. Qonunda aytilmaydi dedi. Ammo biz hurmat qiladigan bir kuch bo'lish kerak. U nima deganda o'zimiz tava bo'lgan ijtimoiy to'p. Biz shu to'pning manfaati bilan ashyoning go'zallik, axloq, aqida, e'tiqod o'lchamlarini hurmatlaydigan bir odatni yetkazsak, biz hamma ishda mutlaq erkinlikni qo'llashadigan, xiyolimizga kelganini qiladigan bu hayot degan qonun doirasida bo'ldi. Qonun xilof qilmasam ham bo'lmadi. Men bunday kelishim, bunday yasanishim sanamiz ziyon keltirdi. Desangiz, lekin shunday degichlar bo'lsa, ijtimoiy to'pning tuqadi. Shuna bir jamiyat degan bir qonundan tarkib topmaydi. U bir ijtimoiy to'pning manfaati, axloq, go'zallik qarashlari mushlardan tarkib topadigan bo'lsa, bizda yana shu to'pning manfaatini hurmat qiladigan, shuning uchun o'zimizga nisbatan ozroq cheklim bo'lsa-mu, ba'zi bir orzu havaslarimizga muxolif kelsa-mu, ikkilanmay qurbon beradigan bir ruh bo'lmasa, biz shaxsiyatchilik xohishi bir kuchli odamlardan bo'lib qolamiz deb o'ylayman. Mening o'zimning qarashim. Shuna ba'zi yozuvchilardagi ahil narsani tanqidlash balkim ijtimoiy to'pning manfaatini, go'zallik qarashini, axloq, aqida, e'tiqodlarini hurmat qilish nuqtasidan chiqib berayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu masalaning bir tarafi. Ikkinchi bir tarafi endi shu xildagi asarlarni yozuvchilarningki yozish metodidaga. Agar u sizni tuz ayblasa, siz buni qabul qilolmaysiz. Hech qanday odam uzun chiqqan ayblashni qabul qilolmaydi. Hatto qarshi chiqishi mumkin. Siz uni ta'sirlantirarlik, qoyil qilarlik, muayyan dalillar orqali, dalil isbotlar orqali uning oqibatini bundan keyingi bunga ko'rilishi mumkinlik bo'lgan ba'zi ahvollarni ko'z oldiga keltirib turib, bu masalani o'tirib qo'ysangiz, bu o'ylanishi mumkin. To'xtamay o'yinni faqat. Bugun o'ylansa, kelajagida amal qilish mumkin. Yoki bo'lmasa sizga o'zining bir ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib, meningcha bu jihatda mana bir xil qarashlarim bor deb texnik jamiyatning ko'z qarashini beytalaydigan mana bir inkaslarning kechigini foydali qilish mumkin. Shuna men boya publistik maqolalarga bo'lgan ko'z qarashimdan dedim. O'zining ko'z qarashlarini undan yuza o'tirib qo'yadigan ahvol bizda qiladi.
Şuna pek odul oturup koyuş, kıp yalamaş tanıkleş şekilde oturup koyuş, delil paketlerini yeterli toplamazsa bundak makallarını ünüm bulmaydı. Kişilerini ziriktirip, piriktirip koydu. Yalqın söhbətimiz intayın yaxşı davamlaşıvadı. Şu tapda men sizden şundaq bir sual sorğum kelyapti. Sizning biz qandaq narsa naqish usulida to'p qoldik. Zada qandaq analar bo'lib, o'sha qarib o'ch xat qatorliq maqolalaringizda nayt ko'p dasmunazir bo'lyapti. Bo'lib o'sha qarib o'ch xat degan maqolangiz ustidagi munozara hali ham davom qiladi. Lekin siz bu yoqda hech qanday inkos qaytarmadingiz. Bu yoqda bir so'z aytgan bo'lsangiz. Ben bu maqolalarning hammasini matbuot e'lon qildim. Hech qaysisini o'zim tor betiga yo'llagan emas. Tor betlariga qiziqishlar yo'llab qo'ydim. Buni shu qiziqishlarniki mushahdagi munoziraga o'sha asardan qatnashtirish yoki o'zining mushu bir munozira qilgan temaga deb qaragan nuqtasidan bo'lsa kerak. Hozirgacha bu asarlar ustida munoziraning ko'p bo'layotganligi rost. Ben nima uchun mushu munoziralarga darhol inkos qaytarmayman yoki birdillam kirib tushuncha bermayman deganda oldindan men bu asarni o'ylanib yozgan ekanman. Bu asarniki zilzilni ko'rib chiqishim kerak. Boshqalarning uni bilan qo'llash, qarashtirish fikrlarini to'liq anglab chiqishim kerak. Qandaqto ma'lum kishilarningki qarshi fikrini anglab ulug' ketib, voy men chatoq bo'lgan bo'ldi, mening ko'z qarashim burunlanib ketdi, mening obro'yim ta'sir etdi, oq ko'k desam, bu bir tantaklik, bu tantak odamlarning qiliqi deb o'ylayman. Jamiyatga o'xshamagan fikrli kishilarningki deydigan gaplarning hammasi deyilib bo'lgan vaqtda anandakin oxir hisobda fikrning salmaga bir o'ringa markazlashadi. Masalan, o'sha qariga o'chqat degan o'sha asar e'lon qilingandan keyin munozara 40% bo'ldi deganda 60% nima bo'ldi deganda tilaqarat bo'ldi. Men shuni ham chidayapman. O'xshamagan fikrga emas, hatto tilaqaratga ham pisandimganim, tillasan tillarga dedim. Çünkü ben bu makalını bir yıl o'ylanish orqali yozgan. Buni qanday shaklda o'tirib qo'yish, buni qanday yetkazishmish masalan. Şu an bu mening bir oqshomlik hayotim, tantakligim yoki bu oldikani o'ylamasligimdan emas. Bir yillik shuning qanday usulda, qanday metod, qanday usul bo'yicha bir yetkazsam, kishilarni shu masalaga bir qatnashtira olmayman, o'ylanadigan temaga aylantira olmayman degan nuqtada o'zim ahimda yozib chiqqan. Ben ko'zga uning yetdim. O'xshamagan fikrdagilar fikr qatnashtirdi. Fikriningki oxirgi salmoq nima bo'ldi deganda, men qarasam, odam bilan hayvonni solishtirishning o'zi logikaga xilof, buning xilof, buning xilof degan gap bo'ldi. Boshqa cho'ng masala bo'lmadi. Umuman qarshi to'g'rislarningki, qarshi fikrdagilarningki ko'proq yepishib olgan yoki ko'proq inkos qaytargan nuqtasi ham o'zining to'g'ri fikr qilyapmiz deb ishga chiqizgan nuqtasi shu bo'ldi. Odam bilan hayvonni qanday solishtirgan oldi? Bu ikkisi o'xshamagan tur tursa solishtirishga muvofiq kelmaydigan obyektlar tursa dedi. Yani bular o'ylamadiki, Uyg'ur xalq maqol tamsillarning o'zidan maqtirib baqsa, hayvon bilan odamni, hayvon bilan narsalarni solishtirgan nisbat ko'p. Masalan, hunari yo'q erdan makiyan to'qi yaxshi degan bir tamsil bor. Bu hunari yo'q erdan makiyan to'qi yaxshi deganda dal odam bilan hayvonni solishtirish. Atalmagan erdan atalgan döng yaxshi degan solishtirish bu odam bilan narsani solishtirish. Tağamdan tağa yaxshi, ammamdan baran yaxshi degan solishtirishlar. Buni odam bilan narsani solishtirish. Shuna bu yerda solishtirish bo'lmaydi deganlarning hech qanday asosi yo'q. Uning ustiga mening u yerda solishtirayotganim qandaqdir Bekxon bilan eshikning qaysi ustun turdi degan masala emas. Men ularni bir xil simvollik ma'noda o'tirib qo'yish orqali kishilar tutmagan nuqtadan yangicha bir shaklda yetkazish orqali kishilarni shu masalaga diqqatini jalb qildirib, o'zining milliy manfaatini, o'zining xalqining, vatanning manfaatini birinchi o'rin qo'yib turib, oldin o'ylashgan nishonni qo'yib turib, fikr qiladigan bir odatiga turtki olmoqchi. Ammo nodon odamlar xil ko'pkan. Men o'zim shu maqolamda degan nodon o'qirmanlar qo'shini bizni xallabadi. Nodon o'qirmanlar emas, nodon doktorlar, nodon yozuvchilarni bizni xallabadi. Biz madaniyat tanqilarini istab qolsak bo'ldi. Madaniyat tanqilar mezgilda davrning xatoliklari hammadan qoplab ketgan. Shundaq bir vaqtda shu davrning xatoliklarini tunib yetadigan shoirlar, qalamkashlar bizda tayinli bo'lgan. Demak, asli bir qalamkash, yozuvchi, shoir degan
o'zi yashayotgan davrninki mohiyatli xatoliklarni ko'radigan, kelgusidagi yuzinishlarini oldin his qila oladigan bo'lishi kerak. Ammo kunda ko'z oldida bo'layotgan ocharchilik, fojia, haq-nohaqlarni ko'rib turibman, yana shu vaqtda qanday qildi deganda madaniyat inqilobiga ularning og'zidan yasham tushmadi. Shu vaqtda yozilgan bir she'rda shunday bir misralar bor. O'qib nazmanni 4 odam qizib ketdi parang shoir. Yashamdan boshqa hech gap yo'q, faqat shu karkaran shoir. Yashamdan boshqa gaplarga tili kelmas qashon shoir. Demak, shu vaqtda shoirlarni shunday masxara qilgan. Hamda shu shoirlar keyin qanday qildi deganda 80-yillarga kelib davrninki nurg'un taraflarda o'zgarish bo'ldi. Ilm-fanga ahamiyat berilgan, iqtisodga ahamiyat berilgan, islohot yo'l qo'yilgan shunday o'zgarishlar bo'lgan vaqtda bo'libmi Jungo hukumati madaniyat inqilobini zo'r tarixiy xatolar bu bir to'tiqishlik o'rinki Jungo keltirgan zo'r balay ofati deb xarakterlagan keyinmi yani nurg'unlar nima dedi biz shu vaqtda bilmabdi endi shu vaqtda davr degan shu bo'lgandan keyin shu bir yazaverdik deydi. Yozuvchi qalamkash degan o'zining xatoligini davrga atqizsin. Shu davrning xatoliklarini his qila oladigan, oldin ko'ra oladigan, odatlik avam bilinmagan masalani bila oladigan odamlar endi o'zini yozuvchi hisoblasa bo'ldi. Ondan qalamkash, men bir fikr qilishni hisoblasa bo'ldi. Ammo shu vaqtdagi undan keyingilar desa yuzini daptek qilib ana u vaqtdagi ishlarni shu vaqt shunday yozimiz qanday qiladi. U davr degan shunday davr to'sadi. Dal mana shundan o'zi balapatishligini biladi odamlar. Shuna yozuvchilar, qalamkashlar davrning xatoliklarini, davrning o'zgarishlarini, yangi yuzinishlarini, ijobiy, salbiy taraflarini odatlik avomda sal aniqroq ko'rib olish kerak. Bunda odamlar analigan yetaklash kuchi zo'r qalamkash yoki yozuvchi shoir bo'ladi. O'zining xatoliklarini davrga atib qo'yib, keyin yana yangi davr yangilangan vaqtda yuzini daptek qilib, men davrning mohiyatini tanıyamaydigan, ma'lum narsaning mohiyatiga hukm qila olmaydigan, bunda vaqtlar odam kelmay deb o'zi ustidan yakin chiqolmay, u vaqt shunday demay amal yo'q deb qo'yilgan, shunda qutulish o'rindigan odamlar bizda xili bor. Shuna nadorlik odatli avomda o'qirmanda emas, bizning ziyolilarimizning xili ag'ir deb aytadi. Zodi qanday amallar ulug' degan shu tema haqida bir qadar munozaralar bo'ldi. Bu munozaralar to'rda bo'lgan qaraganda so'rovlarda, restoranlarda beklar qaynab ketdi. Nurg'unlar mana dedi. Ularning ko'pinchisi mening Shinjang televiziya stansiyasining 5-kanaldagi madaniyat bo'stonida o'tkazgan suhbatdagi ko'z qarashimda ko'rganlar. Shunga asosan inkas qaytaradi. Onlar degan zot ulug' bo'ldi. Hamma ulug' bo'ldi. Men dedim 30-yillarda G'o'jida maktab ochgan Ayxonona deb bir ana. Ayxonona ulug' deyish bo'lam desam bo'ladi. Unda xos Shanshaysayning onasini ulug'mi? Bu onali bo'lsa ulug' biladigan bo'lsa Shanshaysayning onasini ulug', Ayxonaning ulug' bo'laversin desam, unda desam bo'lmaydi. Demak, onani ulug'lar, qarg'oq ulug'lar desam, mana shunday mantiqsizlik kelib chiqadi. Shuna analarning orasida ulug' analar bor. Ammo hamma onani ulug' ona deyish bu ulug'likningki shartini kuchatlashtirib keldi. Ulug'likning muayyan sharti bo'lsin. Shu shartni to'shgan analar anadagi ulug' bo'ladi. Abdurim O'tkirninki ulug' ona haqida so'zak degan dastonning mavzusi nima uchun ulug' ona haqida so'zak bo'ldi? Ona haqida so'zak bo'lmadi. Chunki analarning orasida ulug' analar bor. Ulug' harakatning, ulug' ideyaning, ulug' maqsadninki ijrochisi, ishtirokchisi yoki turtkuchisi bo'lgan analar ulug' analar. Bu bola tuqqan, bola tarbiyalagan, oilasida bir kishi majburdan ado qilgan onalar. Uning o'tisidan chiqmaganlar axlat ana. Shuna onalarni turli shart, turli sharoit ostida turli sifatlardan sifatlash kerak. Bu bola tug'ib qo'yishligining onalarning ulug' desam, bunda qolganda ulug' ona bilan odatli onalarning farqidan qoldi. Munofiq onalar bilan xalqparvar, millatparvar onalarning farqidan qoldi. Uning farqi faqat tug'ishlan bo'lib qoldi. Biz bu masalani keyin Jungo millatlari jurnalida maxsus maqola qilib 4 nuqtadan o'tirib qo'ygandik, uni hech kim boshqa fikrda bo'lmadi. Ammo bizningki ag'zadimiyati biz betaraf qilgan o'sha so'rovlarda, restoranlarda og'zidan so'zlaydi odamlar. Meningcha deb qo'yibman. Yetarlik asosi yo'q. Meningcha deganda bir talay asos yoki dalillarni keltirmay turib, buni meningcha hamma ulug' deydi. Unda dalillarni ko'rsatsa, yo'q, meningcha shunday qilib turib. Bo'lib, meningcha degan gapni unda nadolashda tashlam o'zi shu odamningki fikr qilishninki ojizligini bildiradi.
Şuna fikir qilgan vaqtda muayyan dalil isbotlarni o'tirib qo'yib, anandan bir xulosa chiqarish kerak. Shunda xulosa chiqarmaydi. Mening shunday davasa bu nodonlikning ifodasi. Men shuna bu shu jamiyatdagi kishilarningki inkosini sukutga qabul qilishni, ko'rishni bakrak orzu qilaman. Ular qaysi jihatdan chiqib, mayli tanqidlash, mayli moyillashtirish, mayli tillasimi o'zlarining ixtiyori. Men u odamlarni to'samayman. Marketda shunday deydiganmish. Haqiqatan bir yerlarga borib, leksiya so'zlashmayman kerak. Men 10 og'iz gap qilgan vaqtimda 2 og'iz gapimdan xato chiqishini ruxsat qilsanglar anadigan so'zlaydi. Shuna so'zlagan odam cho'qim ma'lum ko'z qarashlarni xato yetkazmay qolmaydi. Ko'p yozgan odamning qalamida ma'lum xatoliklar ko'rinmay qolmaydi. Eg'ildagi ot tutishib ketmaydi. Dalada chepib ketayotgan ot, baygidagi ot, chavandozlarningki oldidagi otlar anadikin tutishib ketdi. Demak, tutishib ketadigan ot hargizm eg'ildagi ot bo'lmaydi. Shuna yozayotgan, so'zlayotgan, ifodalayotgan, shunday qilib sepning oldida turgan kishilarningki ma'lum darajada tutishib ketishi yoki ba'zi ko'z qarashlarninki qabul qilinmasligi, ba'zi ko'z qarashlarning xato bo'lib ketishi aqlli shu. Shuna eg'ildagi otlarning andaq dalada chepib ketayotgan, baygilab ketayotgan otlarni keskin emas, hech qanday asosi yo'q bağlashninki shart ularning sharti qo'shmaydi bağlashga deb o'ylayman. Shuna bu yerda bizni tilimiz son, tanqidimiz son demakchi emas. Xatolik o'tkazsa yoki bir qitim tutishib ketsa, yoki bir 2-3 qitim tutishib ketsa, bu chepayotgan tutishib ketsa nima bo'ldi deydigan manda bir ideya an bo'lish kerak. Shuna eg'ildagi otdan chep, daladagi otdan, baygidagi otdan farqi bo'lsin, ularning qimmati bo'lsin-da. Shuna bu yerda bizga nisbatan qanday qarash kerak deganda, umuman fikr qilayotganlarda muayyan xatolik bo'ladi desizlar biz xush bo'laymiz. Men o'zim shunday ongni oldin shakllantirib olg'achqa, menga nisbatan o'xshamagan qarashli kishilarning bo'lishini, tanqidiy fikrliklarning bo'lishini qabul qilaman. Chunki men xatolik sodir qilmaydigan avliyomiz. Cho'qim menda xatolik ko'rildi. Bu xatoliklarni nurg'un odamlar degan vaqtda tuzib olmayman. Bu yerda tuzib bo'lsam kelar yil tuzib olmayman deb o'zimga tuzitishim foydali. Shuna men o'xshamagan fikrlarni sukut ichida qabul qilaman. Ba'zilarga shu vaqtning o'zida chiqdi deb belgidek darajada xato fikrlar bo'lsa-mu, yana sukut qilaman. To'liq desin, to'liq deyilib bo'lsin deb. Bayman keltirgan misol ana shunday misol. Odam bilan hayvonni silish butunlay xato emasmi degan gapni xil odamlar deydi. Yani men hali o'zini qalshiqlaydigan qalamkashlarning og'zidan oldim o'g'illar. Hali ma'rifchilarning og'zidan oldim. Bu rost logika xilof, amaliyotga xilof, mantiqqa xilof degan. Boshlig'imni shu yerda munozaralashmadim. Men keyinchi javob beray deb qo'ydim. Endi bugungi deydigan gapim nima deganda, bizda shu Uyg'ur xalq maqol tanishlarni aqtirib baqsa, bunda solishtirishdan aqlli ish kelgan. Bunda hech qanday xatolik emas ekanligini deb bo'lalaydi. Shuna bu jihatda meningki sukut qilishim bir o'xshamagan fikrlardan to'liq bahra olish. Ikkinchisi o'zimni tantaklacha. Ozroqli menga tanqidiy fikr chiqsa, o'pul-to'pul inkos qaytarib, paq-paq yengiltak odamlardan bo'lib qolmasdi. O'xshamagan fikrlarni qabul qila oladigan bir xil ma'naviy safoni yetildirish, chiniqish, shuni odatlash nuqtasidan sukut qilib turman deb aytaman. Siz san'at millatning boyligi barliq emas degan temani ilgari surib yozgan maqolalaringizda va televiziya suhbatlarida fikringiz intayin qoyil qilinib o'tirib qo'ydingiz. Lekin bir qism san'atkorlar bu vaqtda ilm boshqacha ko'z qarash ekan. Sizning bu temangizda san'atga va san'atkorlarga hujum qilish ehtiyojingiz bormi? Bu mendan shu 2 yildan buyon nihoyat ko'p so'ralgan savol. San'atga, san'atkorlarga hujum qilish u bir tipik nodonlik ishi. Men bir yil oldida Jungo millatlarida yozgan maqolamda bizga qanday artistlar kerak degan mavzuda yozgan maqolamda insoniyatningki ro'yini betib turgan 3 cho'ng ma'naviy to'riq bor. Uning birinchisi din, ikkinchisi fan, uchinchisi san'atdir. Demak, shu uchinchi insoniyatning ma'naviy dunyosini terib turadigan 3 cho'ng ma'naviy to'riq ekanligini men shu vaqtda o'tirib qo'yib, bu masaladagi maydonimni sharhlagan. Shunga san'atga qanday hujum qilish, san'atkorlarni haqoratlash, san'atga bo'lgan kamsitish so'zlarini ishlatish bu bir xil nodonlik deb qo'yaman. Mening
bu haqda chiqqan tipik nuqta nazarim nima deganda san'at millatning boyligi, ammo barliq emas deymiz. Keyin Şinjan san'ati jurnalida bir san'atkorlarning borligi deb bir maqola yozdi. Maqolaning umumiy nuqta nazari mening ko'z qarashimni tanqidlash, noroziligini bildirish. Ammo men suyundim. Nima uchun suyundingiz deganda, ko'chadagi gaplarga qaraganda matbuotlarda deyilgani men suyundim. U meni tamamen qo'llamagan, qarshi turgan ahvoldan suyundim. Men ashunda qilgan matbuot orqali munozaralashni yoqlaydigan tarafim bor. Endi yana bir to'g'ri qo'ydim maqolani. San'atkorlar uchun, san'at kasbi bilan shug'ullanganlar uchun aytganda, san'at bizning borlig'imiz deyish kerak. Agar ular ashunda kasbiy qiziqlik, kasbiy ruh bo'lmasa, ularni san'atdan yanayotgan, millatning san'at ishi uchun jon ko'tarayotgan odam deb o'ylayman. Ammo bir butun millat san'at bizning borlig'imiz desa bu xato bo'ladi. Men bu ko'z qarashni qo'shmayman. Ammo Uyg'ur san'atining sahnasida mahorat ko'rsatgan Uyg'ur san'atining mush sifida o'zining birikishli rolini joriy qildirayotgan har qanday odam san'at bizning borlig'imiz desa, bu yerdagi biz san'atkorlarni ko'rsatdik, san'at kasbi bilan shug'ullanuvchilarni ko'rsatdik. Men ularningki bu xil g'ururini hurmat qilaman ham qoyil. Har qanday bir odamda o'zi shug'ullanayotgan kasbni o'zining borlig'i deb qaraydigan bir bo'lish kerak. Ma'rifchilarmi, ma'rif degan mening borlig'im deydigan bir bo'lish kerak. Shuna men shu Şinjan san'atida chiqqan shu mavzudagi maqolani avtoriga ko'nglimda tasanno o'qidim, rahmat o'qidim. Shu ko'z qarashni qo'lladim. Chunki u bir san'atningki g'amini san'atning nimani yayotgan bir odamning sadasi. Ular o'zining manfaatini, o'zining o'rnini, o'zining qarashini shunday uzil kesib qattiq sharhlash kerak. Shunday bir mas'uliyatchan ruh, shunday bir xil ega bo'lish ro'y bo'lmasa, sizmi o'zingizning soyasiga laklozon muomala qilsangiz, men o'zimning soyasiga bulakita muomala qilsam, bir mas'uliyatsiz odam bo'lib qolamiz. Shuni har kim o'zi shug'ullanayotgan kesib, o'zini bag'ishlagan sohani bu mening borlig'im deydigan shunday ruhni turg'izish kerak. Ammo bir butun millat nuqtasini aytganda, san'at millatimizning borlig'i desa, men buni qabul qilaman. Bunday ko'z qarash bilan oxirigacha munozaralashib, dalil isbotlarimni ko'rsataman. Shuna sizning mush orqali san'atkorlarga yoki san'at sohasidagilarga hujum qilish o'yingiz bormi degan bu savolga mening beradigan javobim bunday. Men san'atni millatimizningki boyligi deb tunagan ekanman. Shu boylikni ijro qilayotgan, yaratayotgan, shunga ega bo'layotgan kishilarga hujum qilsam, bu mendagi bir ziddiyatli ahvol. Sen bir tarafdan uni boylik deysan, yana bir tarafdan shu sohadagi kishilarga hujum qilsan desam, men vaqtimda. Shunga men san'at sohasidagilarni hurmatlayman. O'sha san'at bilan shug'ullanayotgan, sog'lom ideyadagi o'zini bag'ishlash rolidagi har bir san'atkor yoki san'at xodimi bizningki qarindishimiz, bizning qo'g'dash, kuyinish, ko'ngil bilish nishonimiz. Men eskartib qo'ydigan bunday bir ish qilaman. Men xalqimizning orasidagi san'atga ziyoda sazgurib ketish, ziyoda ahamiyat berib ketish, ziyoda maftun bo'lib ketish xohishini tanqidlayman deb ba'zi chekdan oshganroq qabul qilish ta'sir qilgan so'z iboralarni ishlatayotgan bo'lsam, bu mening savallik. Chunki siz tanqidiy fikr yurgizayotgan vaqtda fikringizni hammani dansiyaladim deb aytolmaysiz. Shunga ba'zi so'zlarningki sal chekdan ish ketishi, qabul qilish doirasidan sal ortib ketishi to'g'ri gap. Shunga bu sohada ketgan taraflar bo'lsa, men qarindoshlarimning to'g'ri tushunishini aql qilishim mumkin. Yaqinda siz bir ko'zguningan adabiy obzorchi bo'lish sifatingiz bilan adabiyot sahnasiga qadam qo'yayotgan yoshlarga nima ta'kidlaysiz? Men endi bir adabiy obzorchi bo'lish sifatim bilan nima ta'kidlaysa degan masalaga aniq javob bermaganda, bu masalani men bunday o'ylayman. Har bir davlatningki davlat ahvoli deydigan bir gap bor. Masalan, bizda Jungoning davlat ahvoli degan bir atalg'ini davomli axborotlarda uchratib turamiz, anglatamiz. Unda qolganda har bir millatning, har bir oilaning o'zining ahvoli bo'lgan albatta bo'ladi deb o'ylayman. Shunga bizning millatimizning, xalqimizning o'ziga xos ba'zi ahvollari bor. Shu ahvollarni chiqishiga vaqtda men adabiyot havaskorlariga yoki har qanday yozuvchi shoirga o'zimning ro'shan bir bayrog'imni bildirgim keldi. U bo'lsinmi Uyg'ur adabiyotini cho'qim milliylashtirish. Bu milliylashtirish degan uning ana til yozishini ko'rsatmaydi.
eng muhimi uning iddisi, mavqesi, temasi millatning manfaatiga uyg'un bo'lish, shu xalqningki dardiga darmon bo'lish masalasini ko'rsatadi. Shunga men shu adabiyot sohasiga kirayotgan yoshlarga ta'kidlaydiganim, mening adabiyot qimmat qarashim yoki obzorchilik prinsipim nuqtasidan chiqib turib deydiganim, cho'qim adabiyotimizning milliylashtirish qadamini tiziltishimiz. Buningga hargiz sal qaramasligimiz kerak. Men o'zim bir umr adabiyotni milliylashtirish arzusida o'tib ketishga rozi. Ammo san'at uchun san'at bundaq degan ideyalar meni qiziqtirmaydi. Men uningga pisandtirmayman. Nima ish qilganda mening o'zimningki hozirgi bo'lgan o'rganish, izlanish tajribalarimdan yoki ko'rgan bilgilarimdan shakllangan bir dunyo qarashim bor. Men u dunyo qarashimni o'zgartiradigan, uni ta'virtiradigan bir dunyo qarashga duch keldim. Qachon shunday dunyo qarash kelib o'zgartib o'tsa, uni ko'raman. Bo'lmasa, hozirgi dunyo qarashimni ta'kidlayman, shu ta'kidlashimni to'g'ri deb qarayman. U bo'lsa-mu adabiyotni milliylashtirishga borlig'imni atayman yoki boshqalarga shu nuqtadan chiqib talab qo'yaman. Har qanday bir yozuvchining adabiy asariga baho berganda, muayyonlashtirgan yoki inkor qilganda mening dastlab turadigan mavqeim, lapildatadigan ro'shan bayrog'im adabiyotni cho'qim milliylashtirish degan narsa. Mush adabiyotni milliylashtirish iborat. Nozik xalqini har qanday vaqt ta'kidlayman, ham fursatli bo'lsa o'zimningki qarindoshlarimga, qalamkash do'stlarimga yoki havaskorlarga buni sanglab turaman. Rahmat Yalqin aka, bugungi to'stifimizga qatnashganingizdan intayin minnatdormiz. Shu munosabat bilan Diyorim to'r betidagi barliq to'r ahli nomidan sizga chuqur rahmatimizni bildiramiz. Sizlarga rahmat.